Navbatdagi xonadonimizga PowerTech 330 avtomatikasini o'rnatib berdik. Avtomatikamiz 24 volt ishlaydi. Встроенный akkumulyatori bor. Akkumulyator zaryadida 20 marta eshikni ochib yopishga kuchi yetadi. Zaryad akkumulyator ishlatilmagan holatlarda холостой ход ruchnoy kalit orqali ishlatish mumkin. Komplektida pulti 4 ta chiqadi. 3 ta ruchnoy, bitta настенный bo'ladi. Avtomatikamiz 5 shumni ishlaydi, скоростной. Telefonlarga udalenный доступ orqali, Wi-Fi orqali, Bluetooth orqali ulasa bo'ladi. Dunyoni любой xohlagan shahardan telefon orqali ochib yopish mumkin va ochilib yopilishini kuzatish mumkin. Avtomatikamiz препятствие funksiyasi bor. Препятствие funksiyasi nimadirga tegsa to'xtaydi. Ochayotganda ham, yopayotganda ham to'xtaydi. Kalitka rejimi bor. Sensorlari bor. Avtomatikamiz yopilayotganda zamedlение funksiyasi bu ozgina eshik yopilishiga ozgina qolganda sekinroq yopiladi. Ochilayotganda ham mana yopilishi plavno sekin. Bu zamedlение funksiyasi. Zamedlение bo'lib sekin plavno yopadi.